Assalomu alaykum. Bugun chorshanba 4-mart 4-2026-yil. Namangan shahar Saddo bozor Nergibetda Saribola Pizza 3-filialdama. Hozir ichkari kirib reklama qilib yurg'izamiz. Bo'pti. Mana Toshkentlik Jahongir bloger. Hamma Saribola pizza keladi. Mana bu ham mayli. Bu qanaqa nomi nima? Nech pullik? 4 sezon. Ha, yaxshi. Qarasam shu ish qilgim keldi, 3-marta bo'libdi. Mayli. 79-mijoz buyurtmangiz tayyor. 79. Bahonada zapis chiqaraman Jahongir bloger haqida. Mana shu kelgan. Toshkentlik Jahongir bloger hamma Saribola pizza keladi. Menga podpiskadan telefon qilsang gaplashaman, ko'rishaman, xursand bo'laman. Pul yordam qiladigan inson, yaxshi inson mana shu Jahongir bloger. Bu ham bir xil shikilgan menyu. Ha, o'shada. Hop. Hozir bitta Jahongirni takrorlayman. Mana Saribola uchun filial ichkaridama. Hozir Saribola show qilamiz. Mana ketdi Saribola show. Endi hozirgina ham davom ettirib tanishtiramiz. Bo'pti. Mana joylarni qarani. Bolalar o'yingohgacha. Mana zo'r. Biz machidan yo'lni ham tanishtiramiz. Mana. Oyog'im. Oy. Mana machidan bolalar grusha bormi? Karate box mishok, ha? Mana. Bolalar o'yingohga kirdik. Hozir mayda raqam o'qiymiz. Dastlabki raqam. Hop. Hozir mana shu stakanni dastlabki raqam tanishtiramiz. Hozir biror minut gashni tursin.
Bo'ldi, mayli, mana bundoq. Bundoq. Mana dastlabdan mana barchamiz davom etamiz. Dastlabdan tanishtiramiz. Bitta mana raqamni ko'rsatay. Xohlab buni ham. Bo'lsa mayli. Mana dastlabki kerak bo'lsa +99 855 533 00. Endi baqarat. Yana bitta qaytaraman. +99 855 533 00. Xo'p. Dastlabki kerak bo'lsa, xizmat zakaz kerak bo'lsa, chaqirasizlar, Uzum marketdan bo'lsa ham yetkazib boramiz. Hozir aqlini ham davom ettiramiz. Bo'pti. Mana Toshkentli Jahongir bloger hamma sari bola pizza keladi. Xo'sh. Mana Jahongir kulib turgan. Xo'sh. Endi Jahongir menga podpiskalar bossin. Men xursand bo'laman, ko'rishib turaman, mehmonga chaqiraman. Pul yordam qiladigan inson. Mana shunaqa qilib zapis chiqaraman, yaxshi bo'ladi. Jahongir ham xursand bo'ladi. Xo'p, mana pepperoni. Mana combo. Mana qazi pizza. Mana endi ko'rindan. Hozir ag'ish sari bola shov bo'ladi. Ag'ini sari bola shov qilaman. Bo'ldi. Buni aylanib yurgizib tugatamiz. Bo'pti. Bo'ldi ham menimcha. O'sha bo'ldi, yaxshi. Jahongir takrorladim, sari bola shov dedim. Endi o'zag'ini ham sari bola shov qilib tugataman. Manda yaxshi ekan. Balaro zo'r ko'rinadi. Mana sari bola shov qildik. Namangan shahar Savdo bozor yo'parasida sari bola pizza 3-filiali ichkari tashqari reklama qilib obzor qilib bo'ldik. Bo'pti.